Assalomu alaykum Humo Katyonning obunachilari. Akalar, biz Katyonimizda aytilgan manzilga aytib keldik. Mana Husanboy ham o'zi turibdi, telefon orqali gaplashib, chiroyli qilib mana olib keldik. Aka, ishonsanglar bo'ladimi aka? Ishonsa bo'ladi. Xudo xolasa endi ertaga yoqib sipani chiqarib ishonchli bolalar ekan, Xudo xolasa qilib berdi. Akamiz mana biz yoqdi. akamiz bizga 1 million so'm pul tashadi. Qilavering, kelavering, pulni kelganingizdan keyin rachut qilib yuboramiz dedi. Mana akamiz bilan To'g'rimaga 1 million pul ushlab turdi. Mana qolgan pulni beryapti. 16 million pulimizni berdi. Mana bu Katyonimiz polni hamma yo'g'i to'rtlik, ichidagi turbalar lusli, uchlikda bo'lgan. Eshiklari polni suvli. Ventilyatorlarni, miyalarni qo'ymadik. Sababi uzoq yo'ldan keldik, Andijondan sinib qolmasin dedi. Akamiz yana buni o'rnat bo'lib, yoqqandan keyin ham akamizda biror bir muammo bo'lsa telefon qiladi, bartaraf qilamiz. Xudo xolasa shu paytgacha muammo bo'lmadi. Ekran ustida nomerlarimiz bor. Xudo xolasa bu akamizga ham nomerlarni qo'yib ketamiz. Bemalol bu akaga ham telefon qilib, qanaqangi holatda yonyapti, qanaqa ishlayapti, aloqaga chiqarasizlar. O'zimizni labo olib keldik, akalarimiz bilan tushirdik. Qancha olib berasiz? Qaysini? Miyasi. O'zimiz o'rnatamiz. Miyasini mana hamma yo'g'ini qo'yib qo'ydi. Menga zakolotkalari bilan ana u eshigiga qo'yiladi. Zapchastlarni berib qo'ydim. Miya berdim. Berdim uni. Namasini qo'yib qo'ydim. Aka, rozimisiz? Rozimiz. Xursandmisiz bizdan? Rozimisiz bo'ldi. Biz rozimiz, xursandmiz. Buni Yo'q, qiling. xursand bo'ling. Bo'ldi. Ishlariga baraka bersin. Cholmanmi? Yetishib kiryapti. Akalar, nomerlar bu aloqaga chiqarasizlar, e'tiborlar uchun rahmat.